Okey, mana shu bo'lsa kerak. 97-qishloq. Xo'sh, bu yerda mashinani qayerda parkovka qilsam ekan? Xo'sh, kelinglar mana shu yerda parkovka qilib qo'ya qolaman mashinani. Okey, mana bo'ldi. Shu yerda tushib olsam bo'ldi. Okey, endi esa mashinani qulflab qo'ysam bo'ladi. Ochaverdim mana shu eshikni. Okey. Yopib qo'yay buni. Endi esa qulflaymiz. Okey, bo'ldi. Xo'sh, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha mashhur, ya'ni Igor Artus. Tak, bugungi videoda biz 97-qishloqqa keldik. Okey. Kanunda let's go. Men bu yerda yashamoqchiman, uy olmoqchiman. Okey. Xo'sh, yo'ldagi jitillardan bir-ikkitasini so'rayman. Xo'sh, hoy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga qanday yordam bera olaman? Bu yerda uy qayerdaligini ayta olmaysizmi? Orqangdagi uyda. Ha, okey, orqamdagi uyda ekan. Xo'sh, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Sizga qanday yordam bera olaman? Men uy olgandim anavi tarafdan. Keyin rasmini ko'rsatay telefonda sizga. Mana shu uyni olgandim. Kechagina sotilgan uymi? Kimdir olaman xaridor kerak bo'lib turgandi. Ha, men olgandim. Shuni narxini aytsangiz, qancha pul bo'ladi? Sendan mayli 3 stak. Okey, mana 3 stak izumrud. Xo'sh, bu sandiqdan hujjat va kalitlarni tayyorlab qo'ygan ekansiz, bu ketdim men. Okey. Xo'sh, qayerda edi-ya uy? Mana shu yerdan borib ko'raychi. Tak, mana shu uy bo'lsa kerak. Shu uy. Okey, mana garaji ham bor ekan, mashinamni qo'yishga. Okey, kalitida tusharkan. Shu uy ekan. Okey. Xo'sh, bu yerga endi dekoratsiya berish kerak. Ozgina narsalarimni qo'yib qo'ysam bo'ladi. Mana shu narsalarni olib turay boshlanishiga. Okey. Xo'sh, birinchi bo'tkash mana buni qo'yib qo'ysak, ya'ni yotoqni qo'yamiz. Bu yerga stol. Okey, buni kursini mana bu yerga qo'yib qo'yamiz, ya'ni stulni. Okey. Xo'sh, endi esa bu yerga shkafchani qo'yib qo'ysak bo'ladi. Shkaf mana normalniy. Okey, endi buni ichiga narsa solib qo'yamiz. Xo'sh, uyni kaliti, hujjatlar, tojim, mana bunday qo'yib qo'ysak chiroyliroq ko'rinadi. Okey, va mashinani kaliti va pullarimni qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Xo'sh, endi esa men bu yerga mana bu ikkitalikni qo'yib, bu yerga buni qo'ysak va ustiga pechka bilan verstakni qo'yib qo'ysam normalniy chiroyli turadi. Bu yerga telefon va bir nechta pullarni qo'yib qo'yamiz. Yoppo, pulni solib qo'yib tushib ketdi qo'limdan. Bo'ldi. Endi esa bu yerga instrumentlarni shunchaki qo'yib qo'yamiz. Okey, bo'ldi. Men unda mashinamni garajga parkovka qilib qo'yay va mashinani kalitini olib qo'yay. Okey, bo'ldi. Va tojimni ham kiyib ko'ray, yarasharmikan menga. Xo'sh, okey, mana ko'raylikchi. Yo, menga toj yarashayotgan. Okey, endi men shunda yuraman faqat. Xo'sh, unda mashina olgani let's go. Okey, mana mening qadrli BMWcham. Okey, endi buni esa parkovkaga qo'yib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, buni olaylikchi. Endi esa ichini kiramiz. Xo'sh, bo'ldi. Endi esa uy tomonga ajoyib kuratsa bo'ladi bunga drift uchun yaratilgan mashina. Bo'pti. Men unda buni amallab garajga kiritish kerak. Xo'sh, okey. Tak, bunaqa qilsa, aytdim-ku drift, mashina urib oldim. Drift uchun yaralgani bilinyapti-da. Bo'pti, chiqisi yo'q. Okey, sekin sal izzatli bo'lsa, ya'ni voy, bo'pti, o'zim keyinchalik qo'yib yuboraman hozir. Hoppa, amallab qo'yish kerak endi buni. Amallab o'zim qo'yib yuboraman. Eshikni yopib qo'yay. Amallab o'zim qo'yaman. Okey, mana amallab qo'yib oldim. O'zi ham 2 soat vaqtim ketdi buni qo'yish uchun. Qishloqning yo'llari ham juda yurmas yo'l ekan. Bo'pti. Okey, unda mashinani kalitini solib qo'yib kompyuter o'ynayman. Qani, let's go. Xo'sh, okey. Tak, men esa sizlarga pauza qilib turaman. Okey, sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like bosing, shunday yangi videolar tezroq chiqadi. Okey. Do'stlar, atagisidan 5 sekund vaqt oladi. Sizdan hech nima ketmaydi. Kanalga obuna bo'lib, like bosing, biz 2000 ta bo'lishimiz kerak. Okey. Xo'sh, o'ynab o'tirib, zerikib ham ketdim. Tashqarida nimadir xabarlar yo'qmikan-a? Hoppa, hech nima yo'q ekan tashqarida. O'ynagan qo'yadi. Hoy, senga bu yoqqa yurshi. Mana bu porzekilarni kim qiladi? Katta qiling yoki men qilamanmi?
Hozir qilib qo'yaman janob mer. Tezroq qil, bo'lmasa oylik yo'q senga. Qo'ying. Mana do'stlar, sizlarga qanaqa janob mer xushmuomala desam, o'yin o'ynagandan keyin asl yuzi ochildi o'zi janob merni ham. Okey, bo'pti. Paulus ekinlarni qilish kerak, vaqtida qilish kerak. Janob mer ham haq. Axir bu yerda men ham ishlashim kerak-ku non topishim uchun. Okey. Tak, endi esa eshikni ochib, bu yerdagi birinchi bo'lib sabzilarni terib olsam, osh. Endi esa ekib chiqamiz. O'zi ham polusi juda ham buzin ekan. Okey, endi esa kartoshkalarni terib chiqamiz. Buni ham ekib chiqamiz. Xo'sh, bu ham 100-qishloqdan farqi yo'q ekan. Poluz ekinlarni qilish kerak ekan. Bo'pti. Boshqa qishloqlarda ham poluz ekinni qilish kerak, bu yerda ham qilish kerak. Hamma qishloqlarda qonun bir xil ekanda. Bo'pti, hech nima qilmaydi. Okey, qayta bizga pul bo'ladi. Xo'sh, endi bu bug'doylarni yig'ishtirib chiqsam. Xo'sh, mana bir bo'ldi. Endi esa bularni ekib chiqsam bo'ldi. Xo'sh, o'zi ham alohida qilib reshotkalarga o'rab chiqqan ekan meniki. Bo'pti, yopib qo'y. Okey, endi let's go. Tak, sizlar esa kanalga obuna bo'lib like bosing. 2000 taga juda ham oz qoldi obunachilar. Bo'pti, ketdik unda. Xo'sh. Okey, qochay yo'ldan. Bo'pti, ketdik. Mana janob mer poluz ekinlarini olib keldim. To'g'ri bo'pti, 50 tadan oshibdi hammasi. Nima 50 tadan oshmasa qabul qilinmaydimi? Yo'q. Bo'pti, unda oylik kam chiqadi. Oylikni keyin berarsiz-a? Keyin beraman. Okey, bo'pti, unda qishloqni sal aylanaychi, balki nimadir chiqib qoladi. To'xta. Nima bu yerda to'xta? Yo'q, bu yerda kompyuterxona bormi? Kompyuterxona bor. Okey, nega aytmaysiz oldinroq? Men kompyuter olib ketib o'tiribman, ikkalamiz o'ynardik. Bo'pti, xayr. Oppo, kompyuter olib kelib o'tiribman. Okey, bo'pti. Xo'sh. Bu uylarda nima bor ekan o'zi? Qishloqni bir aylanib ko'rish kerak. Men hali bu qishloqda yangiman, shuning uchun bilmayman. Sandiqlarda oddiy temir yotibdi. Bu uyda nima bor ekan? Xo'sh. Bu uy menimcha oddiygina uy. Bo'pti, oddiygina uy ekan. Hech qanaqa zo'r uy emas ekan. Bo'pti, uyga boray, odam ham zerikib ketdi-yu, sizlar bilan xayrlashaveraman uyda. Okey. Xo'sh. Ko'rdinglarmi do'stlar, bu qishloq juda ham zo'r ekan. Bo'pti. Barchaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Galyartuz bo'ldim. 2000 ta obunachiga oz qoldi. Iltimos kanalga obuna bo'lib like bosing.